Qassob bolalar bor endi, vegetarianlar dushmani, qonuniy brakonyar deb yaslar. Uydagi kaptarigacha go'sht yeb katta bo'ladi. Bozorda yomon qilishadi. Ne usiz? Uka go'shtga ekan deb beradi. Endi, конечно, go'sht qatorda parastamol istab beramiz, go'shtga aka torting. Chalg'itib beradi gapni. Akam yaxshimi, akam yuribdimi deb. Hali bozorda birinchi marta yuribman akalar. Men boshqa joyli odamman, tanimaydi. Ha, aka yaxshi deb beradi. Uka o'zimiznikisiz, men go'shtga yaq qo'shmadim, ichi suv qo'shmayman demak, salapanchiga aqulani biqinini tikib beradi, bilmay ko'tarib keta olasiz. Qassob oshnam bor deydilar, hayvondan umuman qo'rqmaydi-da bular. O'zi g'altaydancha kattaradi matqo bo'lib. Bunday turib olib, bir tonnali hayvon oldi. Te jonivor. Qo'rqma. Qo'rqma, bu bir tonna. Sen tarafga qarab turib, ma'rasa shamollab olasan og'zini. Men qo'rqma deydi. Voy, Qur'on hayit payti bular sezoni boshlanib qoladi-yu. Oshna nech puldan so'yapsizlar? $100 dan. Voy, dinozavr so'yish kerak emas. Bitta joyda katta o'yamiz, mindayran narx ayta olmaymi? 100 ming so'm atagan emas. Chukkimisan 100 ming so'mga quyon so'yapmiz biz deydi.